Qo'qon shahrida og'ir xastaliklarga chalingan ijtimoiy muhofazaga muhtoj fuqarolarga beharas yordam ko'rsatildi. Kechiktirib bo'lmaydigan ayrim holatlarda hayot-mamot masalasi kun tartibida bo'lgan holatlar uchun asosan qimmatdor vositalari, ayniqsa farzandini xastaligida aziyat chekib turgan fuqarolar dardiga malham bo'ldi. Aniq tashxisinaqa bo'lgani yo'q, lekin leukotsitlar kamayib ketib, ko'payib ketib, trombositimiz tushib ketdi. Mablag' tomonidan doriga yetkazilmay qolib, keyin shu hokimiyatga chiqib, iltimos qilib so'radim, moddiy yordam so'raganida davlatimiz hozir bilan yurtboshimizga rahmat, chunki bunday dorilar berishyapti. Ajratilgan dori vositalari egalariga topshirilar ekan. Mamlakatimizda davlatimiz rahbarining rahnamoligida amalga oshirilayotgan insonparvar siyosat, fuqarolar farovonligi yo'lida qilinayotgan ezgu amallar e'tirof etildi. 20 nafar dori-darmonga ehtiyoji bor ehtiyojmand oilalarga, onkologik kasalligi bolalarga dori vositalari tarqatilyapti. Joriy yilda yuzlab fuqarolarga yordam ko'rsatish imkonini berdi. Bugun o'tkazilgan saxovat tadbiri natijasida ushbu binoni tark etib ketayotgan fuqarolar yelkasidan tog' ag'anadi. Ko'zlarida baxtli va farovon hayot uchquni va ertangi kuniga ishonch paydo bo'ldi.